to'g'risini aytsam, men sudyalikka imtihon topshirib, oliy sudya bo'lishga emas, o'g'rilik qilgan ekan. Men qizlar to'g'risini aytaman, shunaqa ko'p texnikalar o'g'irladim. Xalqaro oliy sudyalikka o'qiyotgan vaqtimda bizga 77 ta davlatda bo'lib o'tgan chempionatlardagi yutgan mutaxassislarni videolarini ko'rsatishdi. Hammasini videoga olib, hammasini o'rganib, hammasini o'g'irladim to'g'risini aytsam va bugun chempionatda ham hozir bo'layotgan eng liderlar, eng nomer 1larning vыступлениясini, ya'ni texnikalarini bittama-bitta o'g'irlayapman. Va esingizda bo'lsa, master klassga 1-2 oy oldin menda o'qiganlar sizlar kelishinglar shart emas dedim. Endi sizlarga aytaman. O'tgan oy iyulda hattoki o'qigan o'quvchilarim 26-sentyabrda bo'ladigan master klassga kelinglar. Umuman sizlar hali hayotingizda ko'rmagan texnikalarni ko'rasizlar. Va mana shu o'rgangan texnikalarimizni hammasini o'quv kursimizga qo'shamiz. Qaysi texnikalarni bolalarga qo'llash mumkin, qaysilarini kattalarga qo'llash mumkin. Demak, master klasslarimizga, o'quv kurslarimizga yozilinglar. O'zbekiston bo'yicha Surayo bilan biz bu yerga kelib, hali hech kim ko'rmagan texnikalarni o'g'irladik.